Farg'onada yoshlar tashabbusi bilan bog'liq yana bir ahamiyatli qadam tashlandi. Turli yosh toifasidagi yigit-qizlarni birlashtirgan ilk media volontyorlar klubi tashkil etildi. Ushbu tashabbus nafaqat media sohasiga qiziqqan yoshlar uchun yangi maydon yaratdi, balki ularning ijodiy g'oyalarini ro'yobga chiqarishga ham keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Klubning eng faol a'zolaridan biri Otabek Abdurahmonov. U bugungi kunda jurnalistika sohasida tahsil olish bilan birga ekologik mavzulardagi kontentlarni tayyorlash, yoshlar o'rtasida siyosiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan loyihalar ustida ham ish olib bormoqda. Otabekning ta'kidlashicha, mediaga qiziqqan yoshlarni birlashtirish g'oyasi tengdoshlari orasida paydo bo'lgan va ushbu tashabbus viloyat hokimligi tomonidan qo'llab-quvvatlangani ular uchun katta rag'bat. Viloyat imijini ko'tarish maqsadida aynan mana shu bir jamoani tashkil qilinganligi bizga tajriba maydoni bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Aynan sababi o'zim jurnalistika sohasida o'qiyman va aynan shu soha bo'yicha faoliyat yuritib boraman. Hozirgi media zamonida bilamiz, globallashuv, tezkor ma'lumot olish insonlarda aynan avj olmoqda. Biz jurnalistlar esa aynan mana shu ma'lumotni aynan o'quvchiga yoki tomoshabinga to'laqonli ravishda mazmunli, mohiyatli, to'la to'kis ochib berishga yordam berishimiz bu biz asosiy vazifamiz hisoblanadi. Viloyat hokimimiz aynan biz aytgan tashabbuslari iliq qabul qilganliklari bizga juda ham yaxshi motivatsiya bo'ldi. Farg'ona viloyati yoshlarini boshqa viloyat yoshlaridan qanchalik bir ajralib turishligini yaqqol isboti deyishimiz mumkin. Sababi aynan bizni qay darajada faoliyat yuritishligimiz qolgan viloyat yoshlariga ham qaysidir ma'noda o'rnak bo'la oladi deb aytishimiz mumkin. Respublikada ilk bor namunaviy tarzda faoliyat boshlagan media volontyorlar klubining birinchi yig'ilishi Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazildi. Ushbu uchrashuvning yana bir quvonarli jihati shundaki, tadbirda Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov ham ishtirok etdi. Viloyat rahbari yoshlarning fikr va takliflarini tinglab, ularning murojaatlarini o'rgandi. Shuningdek, ulkan maqsadlar bilan birlashgan ushbu faol yoshlarning tashabbuslari har tomonlama qo'llab-quvvatlanishini ta'kidladi. Yoshlar ichida g'oya ko'p. Ya'ni biz jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishimiz kerak. Men havas qilaman, jamoatchilik ishlariga bir so'z bilan aytganda qaratgan yoshlarimiz ham juda ham bir ko'p va yaqinda Qo'qonda uchrashuv qilganda shunaqangi yoshlar bilan uchrashdim. Men lol qoldim. O'zi endi 18-19 yoshli qizlar, yigitlar, lekin ular to'g'risiga aytaman, buncha bugun 50-60 ga kirgan odamdan ham ko'p ziyoda yaxshi ishlarni qilib o'tdi va hayotida juda ko'p narsalarni, demak, xalqaro tashkilotlar bilan ham ishlayapti ekan, har forumlar tashkil qilyapti ekan, xalqaro grantlarni jalb qilyapti ekan. Men to'g'risiga lol qoldim. Mana shunaqangi mana kuch sizlar bu yerda. Bugun Garvardchilar paydo bo'lyapti. Mana dunyoning top 350 talikka kiruvchilar o'zi 600 tadan oshib ketdi farg'onaliklar, misol uchun. Shunga qarab yana sizlar qanaqangi fikrlarni bildira olasizlar, qanaqangi bir o'zingizning takliflarni bildira olasizlar. Bu biz uchun muhim. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan kontentlar zamon talablariga mos, mazmunli va ishonchli bo'lishi nihoyatda muhim. Bu esa katta mas'uliyat, sinchkovlik va hushyorlikni talab qiladi. Media sohasida qiziqishning o'zi yetarli emas. Bu yo'lda bilim, malaka va tajriba hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, huquqiy jihatdan to'g'ri, ishonchli va sifatli kontent tayyorlash uchun amaldagi qonunchilik hamda media etika qoidalarini yaxshi bilish zarur. Shu bois ushbu uchrashuvda ishtirok etgan yoshlarga tajribali jurnalistlar va media sohasida katta yo'l bosib o'tgan ijodkorlar tomonidan qimmatli maslahat hamda bilimlar berildi. Davlatimiz rahbari har doim ta'kidlashyapti, yoshlarga imkoniyat yaratish kerak, yoshlarga imkoniyat yaratish kerak va aynan mana shu yaratilayotgan islohotlar va imkoniyatlarni o'sha yoshlargacha yetib borish uchun media sohasi birinchi o'rinda o'zini bir kuchini samarbasta etadigan kuch hisoblanadi. Ya'ni umuman olganda qanaqa imkoniyatlar bor, qanaqa imtiyozlar bor, hozirgi kunda nima ishlar qilinyapti, biz hammasini ijtimoiy tarmoqlar orqali, ommaviy axborot vositalari orqali yoki umuman axborot vositalari orqali yoshlarga yetkazib berishni juda ham xohlaymiz va aynan media volontyorlar jamoasi bizga katta imkoniyatni beradi bu uchun. Klub safida jamlangan yoshlar media sohasining turli yo'nalishlarida o'z iqtidorlarini sinab ko'rishmoqda. Ayrimlari SMM, ba'zilari mobilografiya, web dizayn yoki teleboshlovchilik bilan shug'ullanishadi. Yana bir qismi esa media olamiga ilk qadam qo'yayotgan, o'z yo'lini izlayotgan yoshlardir. Kelgusida ushbu yoshlarga katta tajribaga ega mutaxassislar tomonidan saboq berish ishlari ham yo'lga qo'yiladi.
ilk debochi ham katta taassurot, yangi bilim va kuchli motivatsiya bergani rost. Aslida bu jamoa haqida taassurotlarim butunlay boshqacha edi. Ya'ni kelamiz, faqatgina o'sha darslarni olamiz, nazariy bilimga ega bo'lamiz va keyin ketamiz. Lekin bu yerga kelib bizga tushuncha berishdi. Dastlabki 3 oyda nima qilamiz, undan keyin amaliyot darslarimiz qanaqa bo'ladi, bizga yaratilgan imkoniyatlar qanaqa bo'ladi va hammasini eshitgandan keyin ayniqsa viloyat hokimini alohida media volontyorlar uchun yaratgan imkoniyatlari bizni o'zgacha quvonch, o'zgacha taassurot baxsh etdi va o'zimizda ham katta rejalar paydo bo'ldi. Bemalol ishlaringizni olib boringlar, mobilograflik qilinglar, jurnalistlik qilinglar, boshlovchilik qilinglar, hamma narsa uchun biz sharoit yaratib beramiz deganlari bizga o'zgacha bir kuch berdi, motivatsiya berdi va harakatni ertadan emas, bugundan emas, hozirdan boshlanglar degan gaplari ham bir odamga quvonch beradi, dalda beradi. Bugungi kunda Farg'ona viloyatida hayot jadal sur'atlarda o'zgarmoqda. Insonlar turmushida farovonlik va barqarorlik kuchayib, turli sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar o'z samarasini berayapti. Shu bilan birga iqtidorli yoshlar yangi g'oyalar va ixtirolar bilan maydonga chiqmoqda. Aslida bugungi hayotning har jabhasi, yangi qurilishlar, ijtimoiy loyihalar, ilmiy izlanishlar, yoshlar yutuqlari, qiziqarli va mazmunli media kontent uchun boy manba hisoblanadi. Ko'zlari ishonch va umid bilan yonib turgan ushbu yoshlar Farg'onaning betakror qirralarini ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga tezkor, ta'sirchan va xolis tarzda yetkazishga bel bog'lamoqdalar. Shubhasiz bunday tashabbuslar nafaqat yoshlarning media sohasidagi salohiyatini oshiradi, balki jamiyat hayotini xolis va yorqin aks ettiradigan yangi avlod kontent ijodkorlarini kamolga yetkazadi. Ishonamizki, bu tashabbus o'z samarasini uzoq kuttirmaydi.